Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga rinit kasalligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rinit eng ko'p tarqalgan yuqori nafas yo'llari kasalligi, o'tkir va surunkali bo'ladi. Maktabgacha bo'lgan davrdagi bolalarda kattalarga nisbatan ko'proq uchraydi. Turlari: kataral burun shilliq qavatni doimiy yallig'lanishi, allergik mavsumiy yoki doimiy atrofik burun qurishi, quruq qarashlari bilan qo'llanadi. Hid sezish qisman yo'qolishi, burundan qon ketish, gipertropik burun bo'shlig'ida biriktiruvchi to'qima o'sishi, medikamentoz dori moddalarini uzoq qabuli natijasida. Sabablari: sovuqda qolish, virusli infeksiyalar bilan kasallanish, burun shilliq qavat travmalari, chang xonalarda uzoq bo'lish. Shuningdek, bu kasallikning belgilari: burunda nafas olish qiyinlashuvi, hid sezish kamayishi va yo'qolishi, qishish, silliqli ajralmalar, qarashlar hosil bo'lishi. Kasallik diagnostikasi: qon, umumiy tahlil, rinoskopiya, burundan bakteriologik ajralmalarni tekshirish, allergik sinalmalar. Kasallikni davolash uchun ko'p suyuqlik ichish, burunni yuvish, malham va tomchilar, tomir toraytiruvchi tomchilar, burun sohasi ingalyatsiya, surunkali rinit, kuydirish, ultratovushli dezintegratsiya. Asoratlari: gaymorit, xurrak otish, uyqu davrida nafas to'xtashi, eshitish pasayishiga olib kelishi, retsidivitlovchi otitlar, burun bo'shlig'i polipi. Profilaktika: organizmni sog'lomlashtirish, sovuqda qolishdan ehtiyotlash, xonada optimal harorat va namlikni saqlash, bemorlar bilan kontaktda bo'lmaslik. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni